بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله وصل على محمد. Her bir Müslüman özünü güçlendirişka en ehmiyet beradigan işning birincisi ve daim güçlendirishni yaxshi ko'radigan ishning eng muhimi taqvolik. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Sizlar uzuq, energiya, kuch-quvvat hosil qilinglar. İnsan toplagan ve uzuqlandırgan energiya, kuch-quvvatning yaxshisi taqvo dedi. Qur'on ve hadisda umumatan taqvolikning her bir güzel bo'lgan shartlarini bayon qilib 5 turlikni bayon qildi. Bu 5 turlik taqvolikninki birincisi itiqatda taqvodarlik qilish. Yani taqvoning lug'at ma'nosi saqlash, qo'g'dab qilish. İkinci ma'nosi qo'rqish. Yani Allah Taoladan qo'rqqanlikdan itiqodini, imonini shirkdan, kufrdan, dinsizlikdan, munofiqlikdan, riyogarlikdan, xiyonatdan saqlab, qalbini bir Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elsi degan mush e'tiqodga, mush ishiguvalikqa xolis qilib, Alloh taoloni haqiqiy ilohi deb tunib, og'izda e'tirof qilgan shu Alloh degan so'ziga qalbidimi, og'izdimi, hayotidimi sadoqatman bo'lib, qalbining tasdiqlashi, og'izining iqror qilishi, badan qurilishining amal qilishi bilan Alloh taoloni katta bilgan, Alloh taologa qulchilik qilgan Muhammad alayhissalatu vassalamning har bir hidoyatiga, har bir yo'liriga ergishishga tirishchanlik qilgan va ergashganlik mana bu taqvodorlik bo'ladi. Dinsizlarning va kafirlarning tavhid aqidasiga qarshi chiqishdagi asosiy maqsad tavhid aqidasi ishxil turdan ishxil bo'lgan shartdan tark topadi. Bir Allohning borligini isbotlash, shu Alloh qul bo'lish, boshqa har qanday ilohning amaliyotda yolg'on bo'lganlikdan yolg'onligini isbotlash. Shuning uchun bir Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu tavhid e'tiqodi har qanday insonga, har qanday hukmronga, har qanday tajovuzchiga yo'q dishni, udiga qul bo'lmaslikni o'g'didi. Shuning uchun dinsizlar, shuning uchun kommunistlar tavhid e'tiqodiga o'chmanlik qiladi. Shuning Qur'oni Karimda va ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. O mu'minlardan ular faqat intiqom oladigan faoliyatlarni ilib berib, ularga xandaq qalab o't qo'yishdiki sabab, xandaq ahlini tirik qo'yib ko'ydirishdik sabab, ularning faqat yolg'iz Allohga ishonganligidan degan. Shunga hozirgi dinsizlar, hozirgi kommunistlar, hozirgi kafirlar bizga nima ishga tajovuz qiladi? Bizning Alloh taologa ishonganligimizdan. Alloh taologa ishonish ularning har turli qonun siyosatlari, her türlü tüzümlere, her türlü zo'ravonliklarga yo'q deyishni o'rgatadigan haqiqiy bir to'g'ri aqida bo'lganlikdan, insonlik qul bo'lishdan, Alloh taolo qul bo'lishga chiqarganlikdan, Alloh taoloning haqiqiy quli bo'lishga, Alloh taoloning bandasi bo'lishga, Alloh taoloning haqiqiy ixlosman, solih, Alloh taoloning jannatiga kiradigan yo'lga kirgan musulmonlar degan nomga ega bo'lganligimiz uchun ular chidamganlikdan bizga shunday tajovuzlarni qiladi. Şuna takvadarlıkның birincisi
e'tiqodlik taqvodorlik burdi. Biz burunqi zamonlarda bizning xalqimizning nurg'unlarini to'g'ri yetaklanmaslikdagi asos sabab nima desa, avvalan e'tiqoddagi, tavhiddagi taqvodorlikni o'rgatish va tushuntirish kam bo'lgan. Og'izda la ilaha illalloh deb so'zlaydigan, ammo la ilaha illallohning mazmuni, tushunchasini bilmaganlik sabab bo'lib qolgan. Taqvodorlikning ikkinchisi bizning har qanday qilgan ibodatlarimizda, har qanday qilgan harakatlarimizda Alloh taolo Qur'onda va hadisda ko'rsatgan bo'yicha qilishimiz, ibodatlarimizni shirkdan, bid'atdan xoli qilishimiz va qilgan harakatlarimizda Alloh taolo buyurgan ishni qilishimiz, to'sqan ishni yenishimiz, harom ishlarni tashishimiz, halol ishlarni qilishimiz, mana bu taqvodorlik. Har qanday bir mu'minning qalbida Alloh to'sqan ishlarni, Allohning dushmanlarini o'chkirishni barpo qilib, Alloh yo'l qo'ygan ishlarni, Alloh yo'l qo'ygan amallarni yaxshi ko'rish va uni qo'g'dashni har qanday bir mu'minning qalbida eshitirish va uni har qanday bir mu'minning qalbida tikish va o'stirish va amillashtirish mana bu taqvolik. Taqvolikning uchinchisi mu'minlarni va ularning yurtiga tajovuz qilgan shirk e'tiqodlar va kufri va dinsizliklarni cheklash. Musulmonlar mu'minlarni tajovuzchilikdan, ularning ziminlarini kofirlarning tajovuzchilikdan qutqizishga tirishchilik qilish va qutqizish va qo'g'dash mana bu taqvolik. O'zimizning islomiy bo'lgan yurtlarini va islom ziminlarini kofirlarga tashlab berish, tajovuzchilarga qanday qilsa qilib qo'yish bu haqiqiy taqvolik emas. Shuna Alloh Qur'oni Karimda va ta'avanu alal birri vat taqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Taqvolik degan qanday bo'ladi degan vaqtda Alloh taolo yaxshilikqa hamkorlashinglar. Sizlar gunoh va tajovuzga hamkorlashmanglar. Sizlar yaxshilikqa va taqvoga hamkorlashinglar. Ya'ni kofirlarning, musulmonlarning iddisini bulg'aydigan, iymonini bulg'aydigan, yurtlarini tajovuz qilib besib oladigan mushunda yomonlikdan qo'dab qilinglar. Musulmonlarga kuch beringlar, zolimning qo'lini tutib olinglar, mazlumga yordam beringlar degan temada Alloh taolo bizga alohida Qur'oni Karimda yaxshilikqa, taqvoga hamkorlashishimizga, gunoh va tajovuzga hamkorlashmaslikqa buyurgan. Gunoh va tajovuzga hamkorlashish deganning o'zi kofirlarning musulmonlar ziminiga, musulmonlarga, ularning iddisiga tajovuz qilishga yo'l qo'yish, ular qarta fikr bildirmaslik, ular qarta unsin chiqarmaslik, bizdek dinsizlar qo'lda qolib qolgan musulmonlarga iqtisodiy, turmush, iymoniy quvvat, har turli qo'g'dash, har turli tashviqot, har turli jihatdagi bizning islomiy bo'lgan ovozimizni, bizningki islomiy bo'lgan shaxsiyatimizni, bizning islomiy bo'lgan hayotimizni, bizning islomiy bo'lgan musulmonlar jamiyatimizni, bizning Turkiston ziminini, musulmonlarni qo'dash uchun har qanday bir musulmonningki ularning e'tiqodini, iymonini, ziminini, islomini qo'dash uchun hamkorlashning hammasi mana bu taqvolik. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz har birsimiz shuncha qilib taqvolikningki tajovuzchilik qarshi turishning taqvolik ekanligini bilishimiz kerak. To'rtinchisi, taqvolikning to'rtinchisi har qanday bir ishda sabrjon bo'lish taqvolik. Payg'ambar alayhisalom va sahobalarga o'xshash dinni yetkazish, dinni gullantirish, dinni ustun qo'yishida qilgan barliq amallarda kofirlarning aziyatiga taqvodor bo'lish, deganimiz, ya'ni sabr qilish. Aziyatga sabr qilish taqvodorlik. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo mana shu dunyo va oxirat yaxshi bo'lgan taqvodorlardan qilsin. 5-chi taqvodorlik degan nima? 5-chi taqvodorlik deganimiz har qanday bir musulmonningki Qur'on va hadis hidoyatini atrofga, jamiyatga ketish uchun taqvodorlik qilishimiz. Dinni gullantirish uchun taqvodorlik qilishimiz. O'zimizning e'tiqodi, axloqi, ibodati, amali orqali dunyoga va so'zlari, da'vatlari, qalamlari orqali dinni tarqitish uchun kishilarning
dünya va oxirat baxt saodatga erishish uchun kishilarga islom hidoyatini o'rgatib, haqiqiy Rasululloh alayhisolamning varisi bo'lgan al-ulamao varasul anbiya, ulamolar payg'ambarlarning varisiri. Yana kunu robbaniyina, sizlar bo'linglar tarbiyachilar bo'linglar, ya'ni Allohga mansub tarbiyachilar bo'linglar deb dunyoni islom tarbiyasi, Qur'on, hadis hidoyati, islom nuri bilan tarbiyalaydigan ummat, islom ummati tarbiyalaydigan islomiy ustozlar bo'lishimiz bizning har birimizning taqvodorligi. Shunga bizni Alloh taolo Qur'oni Karimda kuntum xayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar degan. Sizlar yaxshi ummat bo'ldinglar. Nimishqa? Kishilarni yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sqanliklar uchun. Ya'ni dunyoga Alloh taolo sizlarni o'zi chiqargan yaxshi ummat sizlar. Sizlarning mushundaq yaxshi ummat bo'lishinglarning asosiy sababi sizlar amir, ya'ni yaxshilikqa buyurishlar. Sizlar nahi, ya'ni yomonlikdan, yomon e'tiqoddan to'sizlar, yaxshi e'tiqod, yaxshi amallarga buyurishlar degan. Shunga mush sifatimizni biz amaliy joriy qildirsak, ondan haqiqiy taqvodor bo'la olamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy taqvodor bo'lishlarni qilsin. Bo'libmi hozirgidek dinsizlar musulmonlarga tajovuz qilgan, ularni e'tiqoddan, iymondan, ibodatdan, yaxshi axloqdan, islomiy bo'lgan hayotdan so'ygan piyozdek, shundaq ayirayotgan vaqtda ulamolarimiz, musulmonlar ichidagi har turli aqli hushyor insonlarimiz ham barliq musulmonlarimiz hushyor turib, biz o'zimizni, oilamizni, jamiyatimizni, musulmonlar dunyosini, bo'lib Uyg'ur musulmonlarini har turli dinsizlik va kufrdan va ozg'unlikdan qutqarishga yordam qilishimiz, tirishchanlik qilishimiz mana bu taqvo. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo haqqi taqvodorlardan bo'lishimiz qilsin. Shu Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi vattaqulloh la'allakum tuflihun. Allohdan haqqi taqvodor bo'linglar. Sizlar Allohning haqqi taqvodor bo'lsanglar, har qanday bir ishda Allohning taqvodor bo'lsanglar, nijotlikka erishishlar dedi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.